Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Mazkur tok-shouimiz mamlakatimizda urbanizatsiya va uy-joy qurilishi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarga bag'ishlanadi. Ta'kidlash lozimki, so'nggi yillarda O'zbekistonda urbanizatsiya jarayoni shiddat bilan kechmoqda. Har yili 100 minglab yangi oilalar qurilib, shaharlarga ko'chib kelayotgan aholi soni kun sayin ortib bormoqda. Bu esa zamonaviy, qulay va xavfsiz uy-joylarga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirmoqda. Yangi O'zbekiston massivlari barpo etilib, shaharlar vertikal rivojlanish tamoyili asosida kengaymoqda. Raqamli urbanizatsiya tizimini uy-joy bozorida shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan yangi mexanizmlar ishga tushirilmoqda. Xo'sh, urbanizatsiya jarayonlari aholiga qanday qulaylik yaratadi? Yangi uy-joy siyosatining asosiy maqsadi nimada? Qurilish sifati, ekologik talablar va ipoteka tizimida qanday yangiliklar bor? Soha oldida turgan ustuvor vazifalar nimalardan iborat? Bugun shu va yana ko'plab savollarga javob olamiz. Studiyamiz mehmonlarini tanishtirib o'taman. Artyom Kreskas, urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi boshqarma boshlig'i. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Murodxon Usmonov, arxitektura fanlari doktori, professor, ekspertlar kengashi a'zosi. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Nurali Oripov, urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi raisining maslahatchisi. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Hurmatli ekspertlar, xush kelibsizlar. Ta'kidlab o'tganimizdek, so'nggi yillarda urbanizatsiya jarayoni respublikamizda keng rivojlandi va bu jarayon haqiqatda ham keng quloch yozyapti. Kun sayin aynan mana shu ko'pgina yangi urbanizatsiya jarayoni bo'yicha yangiliklarga qo'l urilmoqda. Bugun urbanizatsiya nima uchun O'zbekistonning strategik rivojlanish masalalaridan biriga aylanmoqda? Dastlabki savol sifatida Murodxon aka, marhamat, sizga yuzlanamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Urbanizatsiya deganimizda nimani nazarda tutamiz? Yaxshi savol albatta. Urbanizatsiyalashtirish bu grek tilidan olinganda urban degan bu shahar. Demak, o'zbek tiliga aniq tarjima qilsak, shaharlashtirish. Hududlarni shaharlashtirish. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Bu ijobiy jarayonmi yo salbiy jarayonmi? Na salbiy, na ijobiy. Bu tabiiy jarayon. Chunki qishloq xo'jalik hududlarida aholini, mana misol keltirishim mumkin. Gretsiya mamlakatida 5% aholi qishloq xo'jalikda jalb etilgan. 5% atiga. Butun dunyoda olivka yog'i, olivkalarni supermarket yo'qki, butun dunyoda greklarning olivkalari yo'q. Demak, 5% aholi butun dunyoga yetkazib beryapti. Bizning ham sharoitimizda O'zbekistonda qishloq xo'jalik aholi haqiqatdan ham sekin-sekin shaharlarga o'tib boshlaydi. Demak, shaharlar kengayadimi? Balkim kengayadi. Balkim pastga o'sadi, tepaga, pastga o'sishi mumkin. O'shaning uchun urbanizatsiya jarayonini 3 ta asosiy omili bor. Birinchisi aholini joylashtirish hududlarda, birinchisi. Ikkinchisi ishlab chiqarish hududlarini rejalashtirish. Chunki agarda hamma ishlab chiqarish hududlarini bitta katta shaharlarga yig'sak, ular sig'dira olmaydi hammasini. Demak, aglomeratsiyalar, mana prezidentimiz, hurmatli prezidentimiz aytdilar, aglomeratsiya to'g'risida qaror ham chiqarilyapti. Aglomeratsiya bu shaharlarni, aholi punktlarini yig'imi bitta katta shahar asosida. Lekin u katta shahar kamida 1,5 million bo'lish kerak. O'shanda o'ziga jalb qiladigan. O'shalar rivojlanadi. Demak, urbanizatsiya jarayoni bu shaharlashtirish, shaharlarning atrofida sayyora shaharchalar paydo bo'lish. Bu birinchi. Ikkinchisi ishlab chiqarish, hududlarni joylashtirish va albatta uchinchi omili bu ekologiya masalalari. Ekologiya masalalari bo'yicha buni alohida gaplashishimiz kerak. Albatta, rahmat Murodxon aka. Artyom aka, urbanizatsiya darajasining oshishi iqtisodiyot va aholi turmush sifatiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Shular haqida to'xtalsak, marhamat. Endi urbanizatsiyani jarayonlarini Murodxon aka aytganlaridek juda katta yo'nalishlari, juda katta islohotlari hozirgi kunda amalga oshirilmoqda. Bu demak esa aholi o'sishi bilan bog'liq masalalar va
ushbu urbanizatsiya tamoyillari va jarayonlarini jamlash va shaharlarni kengaytirish, shaharga keladigan aholi sonining ko'payishi bilan bog'liq hamma o'sha bitta shaharda yangi uy-joylarni, ya'ni yangi uy-joy massivlarini barpo etish, ushbu massivlarda kompleks qurilish tamoyillari asosida rivojlanish, albatta aholi uchun talab bo'ladigan barcha xizmatlarga imkoniyat yaratish, chunki misol uchun bitta oilalar soni ham oshib bormoqda, ularni bolalari esa ertaga qaysi maktabga boradi, qaysi bog'chaga boradi degan savolga hammasini o'sha jamlangan holda bitta kompleks qurilish tamoyillari asosida loyihalar doirasida amalga oshirish maqsadga muvofiq. Shu bilan birga ushbu loyiha hududlari transport va muhandislik infratuzilma bilan ta'minlashga qaraydigan yo'nalishlari ham asosiy yo'nalishlaridir. Tushunarli. Nurali aka, sizga yuzlanmoqchimiz. Prezidentimiz Boku shahridagi butun jahon urbanizatsiya forumida O'zbekiston uchun urbanizatsiyaning strategik ahamiyatini alohida ta'kidladilar. Buning asosiy sabablari nimada va e'tibor beradigan jihatimiz bor. Yaqin 15 yilda aholi soni 50 million nafarga oshishi kutilyapti. Urbanizatsiya darajasi esa 65% ga yetishi prognoz qilinyapti. Bu qanday yangi vazifalarni kun tartibiga qo'yadi, marhamat? Bu to'g'ri savol berdingiz. Haqiqatan mana Bakuda juda ham global yirik forum o'tkazildi. Bevosita urbanizatsiya milliy qo'mitasi delegatsiyasi ham ishtirok etdi. O'zimiz ham bordik, ko'rdik. Haqiqatan ham juda ham katta forum, qariyb 180 mamlakatdan 40 mingga yaqin mutaxassislar, ekspertlar ishtirok etib, o'sha butun dunyoda urbanizatsiyani rivojlantirish hozir qayerga qarab ketyapti, qanday rivojlantirish kerak degan masalalarni birgalikda muhokama qilishdi. Mana bugungi kunda hozir butun dunyoda oladigan bo'lsak, qariyb 300 million aholi uy-joy bilan ta'minlanmagan. 3 milliard aholini uy-joy bilan ta'minlangan, lekin to'liq emas. Qaysidir o'sha infrastruktura deymizmi, o'sha infrastruktura bilan bog'liq muammolari bor. Forumda ana shu masalalar juda ham qizg'in muhokama qilindi va unda davlatimiz rahbari ham ishtirok etdi, so'zga chiqdilar va juda ham 3-4 ta muhim takliflarni ilgari surdilar. Xususan mana hozir bugungi kunda O'zbekistonda urbanizatsiya darajasi 50-51% ni tashkil qiladigan bo'lsa, kelgusi 15 yilda O'zbekistonda urbanizatsiya darajasini 65% ga ko'tarish bilan bog'liq vazifalarni ilgari surdilar va o'sha fikrlar forumda aytib o'tildi. Bundan tashqari aytilgan eng muhim takliflardan yana bittasi, xudo xohlasa 2030-yilda 15-Butunjahon urbanizatsiya forumini mana biz o'sha forumda pavilyonda ham namoyish qilindi. Yangi Toshkent shahrining loyihasi, Yangi Toshkentda o'tkazish taklifini hurmatli prezidentimiz o'rtaga tashladilar. Va umuman bu vazifalarni amalga oshirish uchun nima qilishimiz kerak degan savol qo'yilgan edi. O'sha bu ancha oldindan boshlandi. Mana o'tgan yili noyabr oyida prezidentimizning farmonlari bilan urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi tashkil qilindi. Qo'mitaning oldiga aynan urbanizatsiya darajasini oshirish, aholini uy-joy bilan ta'minlash bilan bog'liq strategik masalalarni hal qilish bilan bog'liq vazifalar yuklatildi. Bundan tashqari mana 3 fevral kuni mana 2026-yilda va 14-aprelda ham prezidentimiz yig'ilishlar o'tkazdi, videoselektor yig'ilishlar o'tkazdilarda va bu yo'nalishda urbanizatsiya qo'mitasining oldida turgan asosiy vazifalar sanab o'tildi. Ya'ni bugun qurilayotgan uy-joylarni kompleks qurilish mexanizmlari asosida tashkil qilish. Maxsus 73-son qaror qabul qilindi. Bu nima degani? Bu degani mana ilgari uy-joylar qurilardi. Mana bilamiz, Toshkent shahrida ham nuqtali qurilishlar deydi, qaysidir massivi orasiga yoki ko'p qavatli uylar orasiga uylar qurilardi. Endi kompleks qurilish bo'ladi. Bu nima degani? Masalan, 1 gektar joyga uy quriladigan bo'lsa, buni atrofida albatta o'zini maktabi, albatta o'zini o'sha ta'lim muassasasi, bog'chasi yoki o'sha bolalar maydonchasi, shifoxona, poliklinika bo'lishi kerak, aholi uchun qulaylik yaratilishi va eng muhimi 30% yashil hudud bo'lishi kerak har bitta qurilayotgan uy-joy atrofida.
ertaga aholi bemalol aylanishi, bundan tashqari bugun ko'rib turibsiz, butun dunyoda ham ekologik muammolar, ayniqsa mana Toshkent shahrida bu masala ko'p muhokama qilinadi ijtimoiy tarmoqlarda ham. Mana shu talablar qo'yildi. Hozirgi kunda qo'mitamiz mana shu yo'nalishda ish olib borib, mana shu vazifalarni bajarishga qator loyihalar ilgari surilyapti. Xudo xolasa mana shu yil davomida buni jamoatchilikka e'lon qilib boramiz. Demak, biz aynan sohani rivojlantirish, bugun ijtimoiy sohaga ham e'tibor qaratishimiz, ijtimoiy obyektlarni barpo etishga ham e'tibor qaratishimiz lozimligi oydinlashyapti. Murodxon aka, sizga yuzlanish istagidamiz. Demografik o'sish nima degani va uy-joyga bo'lgan talabni biz qanday aniqlaymiz? Xususan, uy-joy qurilishida aholining real ehtiyojlarini aniqlash qanday amalga oshiriladi? Rahmat. Demografik portlash deymiz oxirgi vaqtlar, chunki nihoyatda o'sib ketyapti aholi. Bu yaxshi, albatta, aholi o'sganligi, lekin shuni inobatga olishimiz, turar joylarni loyihalaganda bu bitta narsani inobatga olish kerak. Qarang, oilalarni tarkibi nihoyatda ko'p. Masalan, 4 kishi oila, er xotin, 2 farzand. Boshqacha deganda buvasi bor, onasi bor, 2 farzand. Boshqa tarkibga binoan loyihalashtirilganda kvartiralarni, uy joylarni o'sha sonini nafaqat ko'paytirish, uni tiplarini, turar joylarni har xilma-xilligini o'shalarni rivojlantirishimiz kerak. Lekin shuni inobatga olish kerakki, urbanizatsiya jarayon bu juda ham murakkab jarayon. Nimadan iborat? Mana Nurali aytdilar, kompleks qurilish. Nafaqat aytganlaridek turar joylarni agarda ijtimoiy infratuzilmani ham ta'mirlamasak, turar joylar yotoqxonaga aylanib qolishi mumkin. Odamlar keladi, ketadi. Lekin turar joylarni jamoat infrastrukturalarni ta'mirlash kerak. Lekin nafaqat ijtimoiy infratuzilma, muhandislik infratuzilma, transport infratuzilma, ko'kalamzor, landshaft, rekreatsion infratuzilmalar, mana shular hammasi muvozanatida ana o'shanda biza uyg'unlik yaratishimiz mumkin. Lekin shuni inobatga olish kerakki, qaranglar, hozir mana Toshkentning hozirgi ahvolini ko'ryapmiz. Hozirgi kunda sal-pal kamayib qoldi, chunki maktabga olib boradiganlar kam. Nima uchun maktabga mashinada olib borishadi? Chunki maktab 500 metr yaqinlikda bo'lish kerak hamma hududlarda. Uni ham ta'mirlanmagan. Prezidentimiz mana shu to'g'risida masalani qo'ydilar. Kompleks. Mana Nurali shuni to'g'ri aytdilar. Kompleks rivojlanish. Lekin boshqa tomonlama biza agarda hozir mana shunaqa ketaversak, 10-15 yilda Toshkent kollapsga aylanish hech gap emas. Chunki tirbandliklar ko'payib ketyapti kundan kunga. Chetdan kelgan avtovositalar, avtomobilda kelganlar, ularni to'xtata olmaymiz. Ular ham biza O'zbekistonning fuqarosi. Ularning ham huquqlari bor. Ularni poytaxtda, ularni ham poytaxtda. Ularni to'xtata olmaymiz. O'shalarni hal qilish urbanizatsiya metodlari, usullari bor. O'shalarni shaharni bo'shatishni yo'llari bor. Shundan biza hozirgi kunda shular bilan shug'ullanyapmiz. To'g'ri aytasiz Murodxon aka, bugun poytaxtda ham ayrim bir kamchiliklar, juz'iy kamchiliklar ko'zga tashlanyapti, lekin nazarimda soha vakillari buni bartaraf etish ustida ishlashyapti va albatta tez fursatda davlat rahbari boshchiligida olib borilayotgan siyosat natijasida bu kamchiliklar bartaraf etilishiga ishonchimiz komil. Artyom aka, sizga yuzlanish istagidamiz. Yangi shaharsozlik siyosati va vertikal qurilish jarayonlariga to'xtalish istagidamiz. Nima uchun bugun shaharlarni kengaytirish emas, balki yuqoriga, ya'ni vertikal rivojlantirish tamoyiliga o'tilmoqda? Ko'p qavatli uy joylar qurilishi shahar infratuzilmasi va yer resurslaridan samarali foydalanishga qanday ta'sir ko'rsatadi? Shular haqida. Demak, hozirgi kunda renovatsiya to'g'risida qonun loyihasi ishlab chiqilgan bo'lib, yaqin orada qabul qilinadi. O'sha renovatsiya hududida, demak, statistikaga ko'ra ko'p kvartirali umumiy son uylardan 40% ga yaqin 2-3 qavatli ko'p kvartirali uylari mavjud va ular eski uylari 50-60 yillarda qurilgan uylari.
Demak, o'sha o'rniga renovatsiya hududlarini belgilab va o'sha hududlarda yangi zamonaviy loyihalarni amalga oshirish, shu shaharsozlik hamma qoida normalari bilan urbanizatsiya jarayonlari asosida va o'sha hududlar atrofida fazoviy tahliliy va rivojlantirish asosida katta zamonaviy va yangi talablarga to'g'ri bo'ladigan uy-joylarni, ko'p kvartira uy-joylar komplekslari quriladi. Bu vertikal o'sish bilan bog'liq, nafaqat vertikal bilan o'sish bog'liq, balkim yangi Toshkent mega loyiha misolida bu degani ertaga shu loyiha amalga oshirilgandan keyin 20 ming gektar joy shu Toshkent shaharga qo'shiladi va shu asosida o'sha joyda 1 millionga yaqin aholi yashaydi. Bu degani o'sha aynan shu hududlarda va eskirgan hududlarida o'sha hududlari investitsiya loyihalarini amalga oshirish maqsadga muvofiq va nafaqat ijtimoiy transport bular albatta ham hammasi o'sha bo'lishi kerak, lekin o'sha atrofida yangi ish o'rinlarini yaratishga asosiy e'tibor qaratishimiz kerak. Ya'ni o'sha joylarda aynan loyiha hududida atrofida joylashgan hududlarni kamrab olinadigan yangi ish o'rinlarini yaratish maqsadga muvofiq. Albatta. Va ya'ni o'sha bitta oila, Murodxon aka aytganlaridek, oila bor, farzandlari bor, maktabga, bog'chaga boradi. Kimdir sport bilan shug'ullanadi. Ya'ni sport hozir hurmatli prezidentimiz ham katta e'tibor berilmoqda va o'sha xotin va xotin-qizlarni bular ham qaysidir joyga joylashtirish kerak, ish topish kerak, albatta ish o'rinlari bilan ta'minlashimiz kerak. Rahmat Aksom aka, Nurali aka, nazarimda shu mavzu yuzasidan sizda qo'shimcha fikrlar bor. Bitta fikrda mana ko'p aytyapmiz buni urbanizatsiya darajasida. Mana 15 yil ichida O'zbekistonning prognozlariga ko'ra O'zbekiston aholisi 50 millionga yetish kutilyapti. Siz mana vertikal o'sish haqida savol berdingiz bo'ya. Mana aholi ko'payapti. Nima qilish kerak? Masalan, biz Toshkent shahrini eniga kengaytiraversak, bizda eng muhim resursimiz bu yer resurslari. Oziq-ovqat xavfsizligi degan muhim masala bor. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish kerak, boshqa masalalar bor. Shuning uchun ham butun dunyoda mana rivojlangan mamlakatlarda ham asosiy bugun amalga oshirilayotgan strategiya bu shaharlarni yuqoriga o'stirish masalasi. Mana bugun umuman respublika bo'yicha o'zini muddatini o'tab bo'lgan 2-3 qavatli uylar bor. Mana shu 2-3 qavatli uylar o'rniga biz o'sha bosh rejadan kelib chiqqan holatda 10 qavat, 15 qavat, 20 qavatli kerak bo'lsa, o'shanaqa uy-joylar qurish masalasi bugun asosiy planga chiqyapti. Bugun nimaga urbanizatsiya masalasi o'sha strategik masala sifatida oldinga qo'yilyapti, davlat tomonidan, prezident tomonidan alohida e'tibor berilyapti, mana qo'mita tashkil qilinyapti. Maqsad bitta. O'zbekistonda mana kelgusi 10 yil, 15 yilda qayerda nima qurilishi kerak? Mana aholi ko'payyapti. Qayerda maktab qurilishi kerak? Qayerda uy-joy qurilishi kerak? Qayerda poliklinika qurilishi kerak? Shaharda infrastrukturasi qanday rivojlanishi kerak? Yo'llar qanaqa rivojlanishi kerak? Jamoat transportiga qanday e'tibor berishimiz kerak? Hamma mana shu mayda narsalardan tortib eng muhim masalalargacha ham o'ylanib, oldindan hal qilinmaydigan bo'lsa, boya Murodxon aka aytganlaridek, aholi ko'paygan sari o'sha infrastruktura bilan bog'liq, aholini uy-joy bilan ta'minlash bilan bog'liq muammolar yuzaga kelaveradi. Mana hozirgi kunda mana o'rtacha O'zbekistonda bir yilda 800 ming yangi chaqaloqlar tug'ilayotgan bo'lsa, 250 mingga yaqin oilalar paydo bo'lyapti. O'z-o'zidan bu uy-joyga bo'lgan talabni, sharoitga bo'lgan talabni taqozo qiladi. Hozir odamlar masalan oddiy sharoitda yashashni xohlamaydi, yaxshi sharoitda, atrofida maktab bo'lsin, bog'cha bo'lsin, poliklinika bo'lsin, o'sha kanalizatsiya tarmoqlari bo'lsin degan talablari bor. To'g'ri aytyapsiz, mana shu katta bir keng sharoitlarga ega yangi O'zbekiston massivlari barpo etilyapti-da. Haqiqatda ham ijtimoiy infratuzilmalar yonida maktab, bog'cha, poliklinika bo'ladimi, boshqa infratuzilmalar barpo etilyapti. Aynan yangi O'zbekiston massivlarini barpo etishda qanday mezonlarga amal qilinyapti va nimalarga e'tibor qaratilyapti? Yangi O'zbekiston massivlari mana bu yil agar 62 ta massiv barpo etiladigan bo'lsa, keyingi yilda buni soni yana oshib boradi. Biz o'sha Bakuda o'tkazilgan forumda
ham o'sha yangi O'zbekiston massivlarining qurilishi, u yoqda amalga oshirilayotgan ishlar haqida taqdimotlar namoyish qildik. Masalan, xorijdan kelgan ekspertlar uni bir oddiyroq qilib aytganda hayrat bilan kuzatdi, chunki oddiy masalan Samarqandni Bulung'urdan tortib, masalan Farg'onagacha, Surxondaryoning Jarqo'rg'onidan tortib Xorazmgacha, Xorazmdagi uzoq hududlarda ham, olis cho'l hududlarida ham mana shu ko'p qavatli uylar, o'zi yangi O'zbekiston massivlari qurilyapti. Deylik, o'sha cho'l hududlarida maktabga 10-15 kilometr, hatto 20 kilometrdan qatnaydigan bo'lsa, yangi O'zbekiston massivlarida hammasi yonida. Maktabi bor, bog'chasi bor, ta'lim muassasasi bor, oddiy qilib aytganda do'konlari bor. Mana bir kunda inson uchun nima ehtiyoj bor? Oddiy qilib aytganda do'konga chiqish kerak, suv ichish kerak, non olish kerak. Hamma atrofda yaqin o'sha aholi uchun qulay bo'lgan infratuzilma yaratilyapti. Yangi O'zbekiston massivlarining eng asosiy deylik muhim nuqtasi shunda bo'lyapti va bundan tashqari o'sha yashil hududlarga e'tibor berish masalasi. Boya aytganimizdek, bu yildan boshlab mana yangi hujjatlarga asosan har bir qurilayotgan o'sha ko'p qavatli uylarga shu 30% yashil hudud bo'lishi talabi, bu o'ylaymizki keyinchalik O'zbekistonni, Toshkentni va boshqa hududlarimizni bir yashil shaharlarga aylanishiga ham xizmat qiladi. Qo'shimcha qilib men aytmoqchiman, agar yangi turar joy hududlari rivojlanayotganda, mana prezidentimiz bekordan bekorga aytmadilar, o'zlari tillariga oldilar Urban Forumda. 15 daqiqalik shahar. Bu nima degani 15 daqiqalik shahar? Mana hozir sheriklarim aytgan bo'yicha kompleks qurilganda, mana shu atrofdagi ijtimoiy korxonalar 15 daqiqalik masofada yayov o'tadigan, yetib boradigan bo'lish kerak. Lekin boshida aytdim, eng asosiy omillardan bittasi ekologiya. Ekologiya o'zidan o'zi nafaqat ko'kalamzorlar. Bu tabiiy qurilish materiallar, bu aqlli shahar, bu rivojlangan ko'kalamzor karkas. Mana hozirgi kunda odamning skeleti bor, to'g'rimi? Shaharni skeleti bu transport karkasi. Bu kechigi g'oya. Hozirgi kunda biz o'tishimiz kerak yashil karkasga. Yashil karkasga. Mana Toshkentning aholisi 70% avtomobilga ega, kamida bitta. 70%. Lekin rivojlangan mamlakatda misol keltirsak, Amsterdamda atigi 29% aholi avtomobilga ega. Qolgan 70% velosipedda qatnaydi. Velo yo'laklar, men jon deb velosipedda qatnardim. Oydan ishga, lekin xavfli. Hali avto yo'laklar hali rivojlanmagan. Mana xabaringiz bor, O'rdadan Hadragacha velo yo'lak bor. Sal bo'lsa ham, lekin baribir bor. Nima qilasiz? Faqat O'rdadan Hadragacha yurishmi? Uzilma zanjirlik infratuzilma bo'lish kerak. Velo infratuzilma. Velo infratuzilma o'zidan o'zi bo'lmaydi. Velo infratuzilmani velo parkovkalar bo'lish kerak. Mashinani quplashingiz mumkin. Velosipedni nafaqat ishxonada yo uyingizda qo'yadigan joy bor. Apteka, supermarket, bog'chaga kirishingiz, o'shaning uchun velo parkov, u qiyin joyi yo'q. Faqat ularni rivojlantirishimiz kerak. Bu Murodxon aka, jamoat transportidan velo yo'laklar. Bu bugungi kundagi bizning bir muammolarimizdan birida va albatta bunga yechim berisha olishimiz kerak. Soha vakillari bu jarayonga to'g'ri aytyapsiz. O'sha velo yo'laklarni tashkil etish, jamoat transportini yana rivojlantirish bo'yicha nazarimda soha mutaxassislari o'zlarining takliflarini bera olishlari lozim deb o'ylayman. Artyom aka, yakuniy savol sifatida bir savolga yuzlanmoqchiman. Muammolar va kelgusi vazifalar, xususan soha mas'ullari zimmasida turgan eng muhim vazifalar nimalardan iborat bugungi kunda? Xulosa sifatida marhamat. Albatta urbanizatsiya jarayonlarini bu yuqori darajadagi, yuqori turuvchi yo'nalishlari bo'lish kerak va o'sha asosida hamma qolgan sohalarni, iqtisodiyot, ijtimoiy, shaharsozlik sohalarini rivojlantirishga qaraydigan strategik va muhim ahamiyatga ega bo'lgan talablari va jarayonlarni amalga oshirish. Shu bilan birga urbanizatsiya yuqori turuvchi darajadagi hamma o'sha tamoyillari va tahlillari
tahlil qilgan holda va to'g'ri yechimini berish o'zi asosiy vazifasidir deb o'ylayman va shu asosida barcha iqtisodiyot va barcha sohalari, barcha yo'nalishlari rivojlantirishga qaraydigan strategik qadamlari va boshqa chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Nurali aka, aynan mana shu soha mutaxassislari oldiga bugungi kunda qanday dolzarb vazifalar qo'yilmoqdaki, biz hal qilishimiz lozim bo'lgan, bugun hal qilishimiz, ertaga kechiktirmasligimiz lozim bo'lgan vazifalar turibdi-da, chunki mana Murodxon aka bejiz aytmadilar, muammolar bugun ko'zga tashlanyapti sekin-astalik bilan va biz muammolarga bugun kerakli javobni bera olmasak, lekin ertaga kech bo'lishi mumkin. Albatta, mana shu muammolar ko'zga tashlangani uchun o'sha rahbariyat prezidentimiz tomonidan shu muammolarni tezroq hal qilish nuqtai nazaridan ham urbanizatsiya milliy qo'mitasi tashkil qilindi. Hozir mana qo'mitaning oldida juda ham muhim vazifalar turibdi. Birinchi navbatda mana shu uy-joylarni bir raqamli platformasini shakllantirish degan masala turibdi. Bu juda ham murakkab. Bundan tashqari muammoli qurilishlar bor. Aholi ba'zida quruvchilardan aldanib qolishi mumkin. Mana shunaqa holatlar borki, mana eskrov tizimini joriy qilish bilan bog'liq juda ham muhim vazifalar turibdi. Bundan tashqari o'sha biz boya aytib o'tganimizdek, mana O'zbekistonda prezidentimiz qaroriga asosan 6 ta hududda kompleks qurilish mexanizmlari joriy qilinyapti. Toshkent shahrida 3 ta, Samarqandda, Qashqadaryoda, Namanganda biz mana shu hududlarni namunaviy hudud sifatida aholimizga ham ko'rsatib, jamoatchilikka ham ko'rsatib, boshqa qurilishlarda ham boshqa hududlarda amalga oshiriladigan qurilishlarda ham aynan mana shunaqa namunaviy asosida qilishimiz kerak. Chunki mana shunaqa qilinadigan bo'lsak, hozirgi qator muammolar yechiladi. Boya aytganimizdek, nuqtali qurilishlar yo'q bo'ladi. Uy-joy qurildimi, uni yonida maktabi bo'ladi, bog'chasi bo'ladi, poliklinikasi bo'ladi, barcha zarur infrastruktura bo'ladi. Bundan tashqari, mana elektr, gaz bilan bog'liq, kanalizatsiya bilan bog'liq qancha muammolar, ichimlik suvi bilan ta'minlash bilan bog'liq qancha muammolar bor. Agar kompleks qurilish bo'ladigan bo'lsa, hamma o'sha infrastruktura, hamma kerakli masalalar aholiga o'z vaqtida yetkazib beriladi va o'ylaymizki, mana shularni o'z vaqtida puxta amalga oshiriladigan bo'lsa, biz boya aytilganidek aholi soni oshib boryapti va urbanizatsiya darajasini 65% ga yetkazish degan masala qo'yilgan, vazifa qo'yilgan. Bunga sekin-asta yetib olishimiz mumkin bo'ladi. Rahmat, kattakon rahmat. Murodxon aka, ming bor uzr so'raymiz. Bizda vaqt ma'lum bir keyingi efir soatlari kutmoqda. Albatta, hurmatli teletomoshabinlar, bugun biz sohadagi muammolarga yechim berishimiz lozim. Biz bu yo'nalish bo'yicha soatlab fikr yuritsak arziydi. Murodxon aka bizga hali muammolarni aytishimiz uchun va muammolarga tegishli yechim berishimiz uchun soatlab vaqt kerak bo'ladi. Hurmatli teletomoshabinlar, haqiqatda ham Nurali akam to'g'ri aytdilar. Bugun biz eskrov tizimini, qurilishda shaffoflikni ta'minlashga alohida e'tibor berishimiz kerak. Davlatimiz rahbari boshchiligida bu yo'nalishda katta islohotlarga qo'l urilyapti va katta muhim qadamlar qo'yildi. Ekologiya sohasi, yashil hududni barpo etish va yashil hududni yanada kengaytirish borasidagi muammolarga yechim topishimiz kerak. Nazarimda, sohani raqamlashtirish bugungi kundagi muammolarning juda ko'p qismiga yechim bo'la oladi va raqamlashtirish orqali biz albatta muammolarning bir qismiga yechim topa olamiz va aholi bilan birgalikda to'g'ri muloqotni yo'lga qo'ya olamiz deb o'ylaymiz. Hurmatli teletomoshabinlar, ayni daqiqalardagi ekspertlarimiz urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish bo'yicha bugungi kundagi dolzarb masalalarga alohida e'tibor qaratdilar. Artyom Kreskas janoblariga, Murodxon Usmonovga, shuningdek Nurali Oripovga alohida minnatdorlik bildiramiz. Bu mavzu yuzasidan hali yana ushbu studiyada navbatdagi mavzularda uchrashishni niyat qilamiz. Katta rahmat sizlarga tashrif uchun va yetkazilgan ma'lumotlar uchun. O'zbekiston 24 telekanalini kuzatib boring. Bizdan uzoqlashmang. Yana uchrashguncha salomat bo'ling.